Assalomu alaykum. Bugungi menyumizda Xorazmcha shivit oshi. Podlivamiz uchun videoda ko'rsatilgan mahsulotlar kerak bo'ladi. Go'shtimizni yaxshilab qovurib olib, ustidan bolgarskiy, chesnok, gashir, piyozlarimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. O'rtacha kattalikda to'g'ralgan kartoshkalarimizni va xohishga ko'ra pripravalarni solib, yaxshilab kartoshkamizni pishirib olamiz. Ustidan bir qoshiq tomat solib, yarim stakan suv solib, podlivamizni pishirib qo'yamiz. Endi esa ovqatimizni asosiy qismi bo'lgan xamirlarini kraskasiz, tabiiy tayyorlashni o'rganamiz. Shivitlarimizni blenderda yarim kasa suv bilan yaxshilab maydalab blenderlab olamiz. Va bir dona tuxum, tabga ko'ra tuz, o'rtacha yumshoqlikda xamir bo'lincha un solib, yaxshilab xamir qarib olamiz. Xamirimizni tabiiy yashil svetda chiqishini asosiy sababi bu suv miqdorinda. Suvimizni miqdori ko'payib ketsa, xamirimizni rangi ocharib ketadi. Xamirimizni videoda ko'rsatilganini aytib yoyib, rulet shaklida o'rab, tuzli suvda pishirib olamiz. Qatiq bilan podlivasini solib, dasturxonga tortamiz.